Ko'pchilik odam hozir yurak kasalliklari bilan bemor bo'lgan odamlar operatsiyani to'g'ri yechim deb hisoblashadi. Ya'ni stent qo'ydirishadi yoki nimadir bo'lib, operatsiya qilishni to'g'ri yechim deb o'zlariga bilishadi. Bu qanchalik to'g'ri o'zi operatsiya? Aynan mana shu stent masalasida aytmoqchiman. Stent holatiga kelguncha, ya'ni yurakka stent qo'yadigan holatga kelgunicha tomirlarning torayib ketish holati bu qonda xolesterin miqdorining oshib ketishi. Ya'ni biz sevib iste'mol qiladigan margarin mahsulotlari, pishiriqlarni har ichiga albatta margarin mahsulotlarini, ketchup, mayonezlarimizdagi tarkiblarning murakkabligini hisobiga aynan qon tomirlar torayishi va bu oqibatida yurakka stent qo'yish, ya'ni tomir ulash holatlari vujudga keladi. Buni oldini olish uchun aynan qon tomirlarini tozalashimiz shart. Organizmdagi yomon xolesterinni tozalamas ekanmiz, biz hech qachon hech qanaqa kasallik bilan kurasha olmaymiz.